Xo'sh, assalomu alaykum. Bu videoda kvazi-dinamik analizni ishlatishi, simulyatsiyani ishlatishi ko'rib chiqamiz. Kvazi-dinamik analiz bu o'zi nima? Bu statika va dinamik hisoblash o'rtasidagi usul bo'lib, tizimning vaqt bo'yicha qanday reaksiya berishi va barqarorligini tez va samarali baholash imkonini beradi. Hop, bu oddiy qilib tushuntirganda bir kun yo bo'lmasa bir oylik simulyatsiya qilsa bo'ladi desa ham bo'ladi. Bunda tizimga misol uchun yuklama bo'lsa, yuklamani vaqt davomida o'zgarib turadi. Yuklama o'sha o'zgaruvchanlik xarakteristikasini kiritib qo'yib, misol uchun bir kun davomida yuklamamiz qanaqa o'zgaradi, o'sha bir kunlik har bir soatga yo bo'lmasa har bir 15 minutga nagruzkani qiymatlari berib chiqariladi va shu analiz shu simulyatsiya orqali butun setda shu bir sutkada mana shu yuklama o'zgarishiga qarab setdagi bo'layotgan qolgan boshqa o'zgarishlarni ham ko'rib olsak bo'ladi. Misol uchun nagruzka pikka chiqqan vaqti yo bo'lmasa minimum bo'lgan vaqti mashinadagi напряжение yoki liniyaning yuklanishi yo bo'lmasa bu shinani toki buni ham напряженияsi ko'rilishi mumkin yo bo'lmasa boshqa generatorlar bo'lsa u generatorlarni misol uchun reaksiyasi bu nagruzka o'zgaryapti 10-15 megavat yuklama qo'shilishi pik vaqtida misol uchun generator osib qo'ysa mana bu shinaga bu generatorni shunga qarab reaksiyasini ko'rish mumkin yo bo'lmasa o'tkinchi jarayon eventlarini qo'yib turib hop, bu generatorimizni reaksiyasini ko'rishimiz mumkin. Shu uzoq vaqtli simulyatsiyalar desa ham bo'ladi. Hop, hozir bitta analiz qilamiz. Shu bilan ancha tushunarli bo'ladi. Hop, kvazi-dinamika analizini o'tkazishimiz uchun birinchi bo'lib set yig'oldim, oddiygina set ikkita nagruzkam bor. Bu yoqda ekvivalent qo'yib qo'yganman. Бесконечный shina desa ham bo'ladi buni. Hop, shina бесконечный мощности deydi u. Bu yoqda nagruzkaga biz bir kunlik xarakteristikasini kiritib qo'yamiz. Hop, xarakteristikani qayerdan kiritamiz? Boshqatdan ko'rsataman. Nagruzkani ichiga kirib, load flow degan joyiga o'tsak, aktiv quvvat reaktiv kosinusini tanlab qo'yganman. 0.9 qilib, aktiv quvvat degan joyiga mishkani o'ng tarafini bosib, mana o'ynani chiqarsak, project xarakteristik, time xarakteristikani bosamiz. Keyin bu yoqda yangi xarakteristika yaratishni bosamiz. Mana bu xarakteristikamiz hozir 0.0 da turibdi hammasi. Bu yoqqa mana kunlik xarakteristika yoki haftalik xarakteristika bo'lishi mumkin, oylik, yillik yo bo'lmasa bunisini ishlatib ko'rmagan ekanman. Bu вообще uzoq vaqtli xarakteristika, menimcha 2 yillik ko'rsatib qo'yibdi. 2-3 yillik bo'lsa kerak. Hop, biz kunlikni ishlatamiz. Hozir soat emas, bu uchun minutli qo'yib qo'ysak, har 15 minutda nagruzkamiz o'zgarishini ko'rib turamiz. Hop, bunga men qiymatlarini tayyorlab qo'yganman. Mana Exceldan olamiz. Bu qiymatlar nagruzkani per unitda berib qo'yilgan. Относительно единицада, megavatda yo bo'lmasa kilovatda berilmagan. Hozir kiritdik. Endi diagrammasini ko'rsak, mana vaqt
bo'yicha qanaqa o'zgaryapti, soat 6da, soat 12da, kechki 6 yo bo'lmasa kechasiga 12da. Bizada ikkita pik vaqti bor ekan. Soat necha desa bo'ladi, uni 9-10 atrofi bo'lsa kerak. И kechki soat 7da pik vaqti bo'lyapti. Bu xarakteristika bo'yicha okey. И buni nomini kiritib qo'ysak, adashmaslik uchun nagruzka bir xarakteristikasi bo'ladi bu. Okey. Mana bunaqa qizil bo'lib yonib qoldi. Edit xarakteristika degan joyi ochiladi buni. Uni bosib ko'rsa bo'ladi, osongina kirib o'zgartirib chiqsa bo'ladi. Step size bu 15 degani har 15 minut uchun kunlik turibdi. Okey. Bosamiz. Okey, bosamiz. Hop, keyingi nagruzkamiz bitta 120 megavatlik nagruzka ekan. Bunga ham xuddi shunaqa qilib qo'shib olamiz. Nagruzka birdan shunda kopiya olib, paste qilib qo'yib, buni misol uchun ishlatib ketsak bo'ladi, yo bo'lmasa ozgina qiymatlarni o'zgartirib tashlasa bo'ladi. Mana bu yerda tayyorini olamiz. Mana bu o'zi boshqacharoq nagruzka bo'ldi. Okey. Nagruzka 2 bo'ladi buni nomi. Okey. O'tga misol uchun endi har doim ham aniq ma'lumotlar bo'lavermaydi. O'shaning uchun bu ma'lumotlarni topish ham rosa qiyin. Bu yoqda hop, excellent, dynamic va quasi. Excellent bu versiyasida manimcha berilmaganga o'xshaydi. Va berilgan ekan mana xarakteristikalar. Misol uchun mana shu xarakteristikalarni olib ham tayyor xarakteristikalarni olib ketib ishlasa bo'ladi. Xarakteristika kopiya olamiz, o'zimizni proyektga olib tushib qo'yib, buni ishlatsak, bu o'zini boshqacha xarakteristika. Bu ham относительно единицada beribdi. Bu ham ishlab ketaveradi bizga. Hop, lekin kerak emas. Bitta xarakteristikani o'zi yetadi. Okey. Hop, yuklamalarimiz o'zgarib qoldi. Bu hozir soat 00 ga to'g'irlanib qoldi menimcha. Bugungi vaqtda misol uchun o'zgartirsak mana buni soat 6 qilsak bu vaqtda. Okey. Yuklama ham o'zgaryapti. Chunki buni time xarakteristikasi bor ichida. Hop, endi analiz olishga o'tamiz. Bizga hozir nima qiziq, yuklama o'zgarganda напряжение o'zgaradi. Mana shu ikkita shinadagi напряжениeni ko'ramiz. Liniyani ham olib qo'yamiz. Liniyadagi toklarni ko'rsak bo'ladi. Liniyadagi напряжениeni ham ko'rib qo'yamiz. Nagruzkani ham olamiz. Buni define result for quasi dynamic simulation. Okey.
Hop, bitta ortiqcha narsalar kelib qolibdi. Qayerdan kelgan? Bu narsalar kerak emas. Liniya 1, liniya 2, nagruzka 1, nagruzka 2, nagruzkalar qolib ketibdi. Yuklamalarimiz ham qo'shildi. Hop, o'zgartirar ekanmiz. Mana nagruzka 1, nagruzka 2. Xo'sh, bularni endi nima parametrlarni ko'ramiz, напряжениясini ko'ramiz. Bitta относительно единицада, keyin yuklamasini ko'rib bo'lmaydi, chunki shinani nominal toklarini kiritmaganmiz. Hop, shina uchun напряжение bo'lib tursin, chastotasini qo'shmoqchini uni keyin ko'ramiz. Hop, nagruzkani reaktiv quvvatini chiqaramiz. Еще tok chiqaramiz. Shu power factor shart emas, reaktiv quvvat chiqaryapmiz. Hop, okey. Buni qilsak, bu yerdan shunda kopiya olib bunisiga qo'yib qo'ysak, bunda ham paydo bo'ladi shu parametrlar. Hop, liniyaga o'tamiz. Siz qolib ketibdi. Liniyani qaysi parametrlari? Aktiv quvvat, reaktiv quvvat, yana tok bo'yicha aktiv current ekan. Mana current magnituda. Напряжениясini chiqarib qo'yamiz. Hozircha shuni o'zini ko'rib turamiz. Okey. Shunaqa buni ham copy paste qo'yamiz. Close. Hop. Bu yerda uni minutlarga o'tkazib qo'ysak bo'ladi. Shu grafiklarimiz plavniyroq chiqishi uchun. Hozir bu yerda qolgan narsalarni o'zgartirishimiz shart emas. Mana bu joyda foydali narsasi bor, uni sal keyinroq ko'rsataman. Hop. Ana bo'lmasa litsenziyam yo'q ekan. Hozir videoni to'xtatib, litsenziyani joyiga qo'yib, sal shuvlab olamiz. 1 daqiqa.